Mana bu haqiqiy muammo. Nima uchun YouTube'da Ibis Paint X'da hech kim haligacha o'zbek tilida tushuntirmagan? Bu ilovani shunchaki yuklab ko'rib ichiga kirgan odam xuddiki o'zini samolyot kabinasida his qiladi. Shuning uchun ham bu videoda men Ibis Paint X'da oddiy narsalarni sizlarga o'rgataman. Agarda bu video sizlarga yoqsa yoki boshqa narsalar haqida bilginglar kelsa, bemalol kommentariyada murojaat qilishinglar mumkin. Xullas, ilovaga kirishinglar bilan My Gallery tugmasini bosasizlar va chap tomondagi pastdagi plus tugmasini bossanglar, sizlarda yangi ish ochiladi, xuddi proyekt singari. Bu yerda sizlar qog'ozlarning o'lchamini hal qilib olishinglar kerak bo'ladi. Gorizontal, vertikal yoki 1:1, 3:4 любой razmerda qolsanglar bo'ladi. Men ko'proq ishlatadigan usul manga stilida. Bu yerda o'zida alohida chiqarib qo'ygan bu uchun. Agar sizlar manga yoki komiks chizmasanglar, bundan foydalanishinglar shart emas. Aynan manga uchun yaratilgan o'lchamda o'ziga yarasha ancha qulayliklari bor. Masalan, bu ramkani atrofida ko'rib turganingizda chiziq bor. Bu nima uchun kerak? Bu narsa mabodo mangalar bosib chiqarilsa yoki komiks xullas o'sha bosib chiqarilgan paytda bu varaqlarning orasida qolib ketmasligi uchun bosilib ketadi. Kerakli rasm o'sha ramkaning ichiga chizilishi kerak. Aslida bundan tashqari yana kuchliroq ilovalar bor. Ularda ba'zilari planshetlar uchun yokida pulli. Shuning uchun ham ko'pchilik baribir Ibis Paint X'dan foydalanadi. Xo'p, birinchi o'rgatadigan narsam bu color bo'limi. Bu atrofdagi aylanadan sizlar ranglarni va o'rtadagi rombikdan sizlar ularni yorqinligi, ya'ni masalan lightness bilan shadowsni boshqarsanglar bo'ladi bemalol. Bu tarafda bo'lsa klassik oddiy ranglar, pastdagi qator terilgan ranglar bu sizlarni ishlatgan eng oxirgi ranglaringlar. Menda oxirgi ishlatilgan ranglar oq va qora, chunki men anchadan beri faqat manga chizyapman. Bu yerda o'zida o'rgatish kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p, lekin buni keyingi darslarga olib qo'yaman. Hozir faqat boshlang'ich eng muhim narsalarni o'rgatib ketyapman. Keyingi narsa bu brush. Bu brush nima desanglar, qalam, mo'y qalam, akvarel, любой narsa bor bu yerda. Bu yerda 100 dan oshiq qalamlarning turlari bor deb hisoblasanglar bo'ladi. Qog'ozdan ustun tarafi ham mana shu. Bular nima qilishni ham bir yo'la sizlarga o'rgatib ketaman. Mana bu tepadagi ikkita dip pen, soft bilan hard bular asosan eskizga ishlaydi. Eskiz nimaligini bo'lsa yana keyingi videoda tushuntirsam kerak. Xullas, tepadagi 3 ta brush bu oddiy qora qalamga o'xshaydi, och. HB yoki undan pastlarga o'xshaydi. Tagidagi flip dip pen degani bu ranglarni bo'yash uchun kerak bo'ladi odatda. Pastga tushsa bizda air bo'limi bor. Bu aynan bo'lim bo'lib ajratilmagan, lekin aynan shunaqa xiraroq brushlar asosan soyalarga yoki nur tushib turgan joylarga ko'proq ishlaydi. Keyin mana bu chap tarafga qarasanglar, mana bu yerda bo'lim-bo'lim qilib ajratilgan. Mana bu sketch deganning ustiga bossanglar, shu eskizlarni bemalol shularda chizsanglar bo'ladi. Har bittasi eskiz chizish uchun mos deb hisoblanadi. Simple bo'lim bo'lsa, nomidan ham bilinib turibdi, bu oddiy, lekin bizda bu ko'proq linelarga ishlab beradi. Eng foydalisi bu yerda mangakalar va komikschilar uchun aynan komiks bo'limi ham mavjud. Bu yerda komiks bo'limidagi brushlar professional o'sha komiks bilan manga chizadigan qalamlardan nusxa qilib ko'chirilgan. Bularda qanday chizsangiz shu komiksdan haqiqiy qalamlarda chizgandek his qilasiz o'zi. Yana bu ilovada menga eng yoqadigan tarafi bu ikkita barmoqlarni ekranga teng bir marta ursanglar, bitta harakatda orqaga qaytaradi. Masalan, bitta chizgan chizig'inglarni yo'q qilib yuboradi. Shunaqa ko'p marta qaytarib turib chizgan chizig'larni udatkizsanglar bo'ladi. Bitta chizib ikkita barmoq bilan bitta urib udatkizib tashlaysizlar. Agar chiziq yoqmasa, noto'g'ri chiqqan bo'lsa, chapdagi burchakda qalam bilan o'chirg'ichni almashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizda bu o'chirg'ich va qalamni kattaligini o'lchab beradigan uskunasi. Xullas, o'ng tomondagi uzun chiziqqa ahamiyat bermasanglar ham bo'ladi. Bu o'chirg'ichda yoki qalamda rangini xiraligi, bu yorqinligi. Xira yoki yorqin qilsanglar bo'ladi. Bu unchalik ham foydali narsa emas, foydalanishni maslahat bermayman. Xo'p, keyingi o'rgatadigan narsam bu sizlarga juda ham ko'p kerak bo'ladi.
Masalan, oddiy yumaloq chizganingizda unchalik ham chiroyli chiqmaydi mana. Buni ideal chizish unchasiga emas. Agar ozgina qilib chizaman desanglar ham sal xunuk chiqib qoladi. Qog'ozda zo'r o'xshagani bilan telefonda sal qiyinroq. Lekin telefonda bu digital artda ancha qulayliklari ko'p. Masalan, tepadagi chap burchagidagi knopka orqali mana bu narsani qo'shib olsanglar bo'ladi. Buni qog'ozni xohlagan joyiga olib borib, o'sha joyda ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Buni atrofini yoki istalgan joyidan aylantirib yumaloq chizib olasizlar va sizni yumaloq ideal ko'rinishga ega bo'ladi. Bu narsani qayerdan olganimni ko'rmay qolganlar uchun o'ng tomonda tepada mana bu ruler turibdi, uni chizg'ich degani o'zi rasmlarni ko'rsatib turibdi, barmoq yonida turibdi. Mana bu bo'lsa aynan chizg'ichda o'zi mana tekis mana linelarni bemalol chizsanglar bo'ladi. Buni xohlagan tarafga o'tkazib bemalol parallel chiziqlarni mana shunday chizsanglar ideal chiqadi mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu yerda yana qo'shimchasiga aval shakli ham bor. Aval nimaga kerak desanglar, aval ancha-muncha kerak bo'ladi hali. Silindr va shunga o'xshagan shakllarni chizish uchun juda ham qulay vosita bu. Buni ko'rib turganingizda boshqarish ham juda ham oson. Shuni yaqinlashtirasizlar yoki uzoqlashtirasizlar. Mana bu chekkalardagi yumaloqcha bilan avalning shaklini o'zgartirsanglar bo'ladi bemalol. Bitta aval chizib, uni tagiga rovna pastga tushirib, tagiga yana bitta aval chizib, keyin uni ikkita yonini birlashtirsanglar, o'zi sizlarda silindr tayyor. Yana bitta sizlarga hozir zo'r fishkani ko'rsataman bolalar. Hozir mana oddiy misol, shunchaki oddiy chiziq chizayotgansiz ham qo'lingiz ozgina qaltirashini hisobiga chizig'ingiz tekis chiqmaydi. Buning uchun обязательно lineyka ishlatish kerak. Lekin lineykaga bog'liq bo'lmagan sal qiyoqroq chiziqlarni chizishda juda ham qiynalib qolasiz oddiy qalamda. Bundan bo'lsa bitta ham juda zo'r yechim o'ylab topilgan. Mana bu tepada barmoqchani ustiga bossanglar, hozir bosib bo'ldim adashmasam. After bilan real time degan yozuv bor. O'shani afterga o'tkazib qo'ysanglar, sizlarni qiyshiq chizgan chizig'inglarni ham nisbatan to'g'rilab beradi. Mana bu bilan nastroykasini to'g'irlasanglar bo'ladi. Stabilizator deyiladi bu o'zi aslida. Mana bu pastdagi ikkita narsa ham foydali bo'lishi mumkin, lekin men uncha ishlatmayman, lekin nima qilishini tushuntirib beraman. Bu shunday chiziq chizsanglar, bu tepadagisi bitta chiziq chizganlarda oxiri tugash joyini ingichka qilib tugatib beradi. Buni tagidagi bo'lsa teskarisi boshda chizgan joylarni oxirigacha chizsanglar, boshini ingichkaroq qilib chizib beradi. Xuddi qalamga o'xshatib qilib beradi. Ozroq pastga tushsanglar, bu yerda yana bitta foydaliroq narsa bor. Bu nima desanglar, sizlarga oddiy tekis chiziq chizish kerak bo'lgan paytda juda ham yaxshi qo'l keladi. Aynan lineykani ishlatish neudobniy bo'lgan paytda shuni ishlatsanglar bo'ladi. Lekin to'g'risini aytaman, lineyka bundan ancha foydaliroq. Bundan ko'ra ancha yaxshi. Aytgancha sal qolsam yana bitta juda ham muhim narsa esdan chiqib qolardi. Tasavvur qilinglar, masalan, mana bu silindr, sizlar buni bo'yamoqchisizlar rangi. Hop, sizlar bu yerdan flipga o'tkazdinglar va burishni kattalashtirib bo'yamoqchisizlar. Shunda bo'yagan paytinglarda bu prosta eskizni ustidan chizilib yetib, eskizinglarni yo'q qiladi. Buni ham to'g'irlash bitta juda ham oson yo'li bor. O'ng tarafga pastga qarasanglar, mana bu yerda to'rt burchak bor, ichkarida 1 deb yozilgan. Shu yerga kirib olasizlar va chap tarafdagi add layer degan knopka bor, plus ko'rsatib qo'ygan. Shuni bitta bosasizlar, o'ng tarafda normal degan yozuv bor. O'shani ustiga bosib, multiplayer degan yozuvga o'tkazasizlar. Bu yerda ko'p funksiyalari bor, ularni keyinchalik. Multiplayer degan yozuvga o'tkazganinglardan keyin aynan shu ikkinchi layerga o'tkazib bo'yasanglar, sizlarning birinchi layerda qolgan eskizinglar umuman hech qanaqa zarar ko'rmaydi. Sizlar bemalol uni ko'rishinglar mumkin. Xavotir olmanglar, eskizga даже o'chiruvchi ham ta'sir qilmaydi. Bemalol chetdagi kerak joylarni o'chirib olib, o'zingizlarga kerak joyni olib qolsanglar bo'ladi. Uni keraklicha bo'yab bo'lgandan keyin nima qilasizlar? Mana bu yerda hop, shu layerlar bo'limiga kirganinglardan keyin jipslaydigan belgi bor. Shu ikkita layerni bir-biriga qo'shib yoradi. Ikkalasi bitta layerga aylanib qoladi. Merge layer down deb yozilgan. Shu pastdagi layerga tepadagi layerni qo'shib yorish degani.
shuni bitta bossanglar, ikkita layer уже birga aylanib qoladi, bitta bo'lib qoladi. Shuni o'chirganlarda ham eskiz o'chadi, ham sizlarni bo'yagan ranginglar o'chib ketadi. Bu video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bu videoda iloji boricha Ibis Paint X'ni oson boshqarishda iloji boricha o'rgatib ketdim. Sizlarda qiziqtirgan yangi boshqa savollar bo'lsa, shu kommentariyada yozishingiz mumkin. Obuna bo'lib, like bosib ketishni ham unutmanglar.